Assalomu alaykum hammalarga. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek A9. Bugun sizlar bilan o'yinga kelgan yangiliklar bilan gaplashamiz. Hozir yangi sezon keldi. Bunda missiyalar bajarib 6 ta mototsikl va boshqa ERP missiyalarni bajarishingiz mumkin. Bunda yangiliklar boshqalar skinlarga ovoz berasizlar. Bittagilar foydasi yo'q bularda. Bittagi skinlar komanda tuzib missiyalar bajarib narsalar olasizlar. Bitta kunlik narsa beradi. Har xil narsalar qo'yiladi betga. Xo'sh, bundan keyingisi bittagi unchalik foydasi yo'q. Buni olganda ham foydasi yo'q. Bu вообще kerak emas narsa ekan. Men bir harakat ko'rdim. Bu yerdagi skinlar bo'lsa boshqa tema. Короче, bu o'zlaring bilasizlar, bu eng old qiliqlardan bittasi. Hammaga yoqadi, hamma yoqtirgan, hamma shunga ovoz beryapti hozir. Qolganlari uncha muhim emas, keraksiz, почти hech kimga kerak bo'lmagan skinlar, ba'zi birovlar yoqtiradi. Bu ham boshqa tema. Buni o'zini yoqtiradigan ular bor. Obunachilar bor o'zi buni bu qiliqni yoqtiradigan. Bular qolganlar keraksiz bo'ldi. Faqat shular. Undan keyin yana bitta yangilik, bitta missiyalar bajarmaydi narsalar olsaling bular. Eng qizig'i bu yerdagi mana katta qizil qutidan katta kristal tushirib olishlaring mumkin omadlaring kelsa yoki qolgan narsalarda 60 kupon boshqalar. Yana bo'lsa mana bitta ko'rib turganlaringdek missiyalar bajarasizlar. Chiqamiz bu yerdan. Mana yerda ko'rgan bo'lsalaring, mana yerda Skarel oldingi old qurollar qaytarib qo'ygan. 29-kun keladi bu narsalar. Xudo olsa tekin yusiga sotadigan qilib kelar ekan. Men buni arablarda videolarda ko'rdim. Bular xudo olsa qaytadi yaqinda old skinlar.